Diqqat! Rossiyadagi o'zbeklar haqida hozir xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu xabardan ularning oila a'zolari darhol ogoh bo'lishlari uchun video ostida like tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Rossiyada og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan O'zbekiston fuqarolariga amaliy yordam ko'rsatilib, mamlakatga qaytarildi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining Rossiyadagi vakolatxonasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Ufa va Yekaterinburg shaharlaridan Migratsiya agentligining Rossiyadagi vakolatxonasiga murojaatlar kelib tushgan va ularga yordam ko'rsatilgan. Qayd etilishicha, ushbu shaxslarga NU634, NU9670, NU9658 va NU9662 reyslari orqali aviachiptalar olib berilgan. Migratsiya agentligi hozirda og'ir holga tushib qolgan fuqarolarimizga amaliy yordam ko'rsatishni davom ettiradi, deyiladi xabarda.